bug'doy tripsi asosan sut pishish fazasi bilan xamir pishish fazasining o'rtasida jiddiy zarar beradi. Keling, mana changlarni bo'lib sut pishish fazasiga o'tgan joydan bug'doy tripsini ko'rsatamiz. Asosan birinchi qobiq emas, ikkinchi va uchinchi qobiq o'rtasida joylashadi. Mana ko'rib turibsiz, bu yosh lichinkasi. Ko'ryaptimi? Mana endi hozir mana yetik zotini ko'rasiz. Mana qip-qizil bo'lib yotdi, mana ko'ring. Qobiq ichiga qarasangiz, ana shu harakatlanayotgan bug'doy trips hisoblanadi. Bu aynan shu stvol, ya'ni ustun orqali donga kelayotgan barcha oziq moddalarni sanchib so'rishi natijasida boshoqlarimizni qarib bitta boshoq o'rtacha hisobda 4 gram keladigan bo'lsa, o'shan 2,5 gramgacha tushirib tashlaydi. Bitta qobiqning ichida bug'doy tripsi kamida 4-5 tadan 12 tagacha joylashib, lichinkasi joylashib, sanchib so'rib zarar berishi mumkin.